Assalomu alaykum ustagalar, yaxshimisizlar? Mana bizda X horlarimiz 30 lik varianti. Bemalol bularni bez ustuni 8 metr 10 metrgacha qo'yish mumkin. Qalinligi mana 3 plus bo'ladi. Bularning qalinligi ichidagilarniki ham 4 ga yaqin. Bularning narxini butuniga, shoki boriga qarab 200 mingdan 220 minggacha chiqarib beraveramiz. Pastda nomer qo'yamiz. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum ustagalar, yaxshimisizlar? Mana bizda 6 metrlik bitta chok horimiz Bag'dodga chiqib ketyapti. Mana bir tomonda 30 sm joyda choki bor. Choklarga planka qo'yib, chiroylab svarka qilib berdik. Buni narxini 175 mingdan qilib berdik. Bag'dodga chiqib ketyapti. Keyin mana bunaqa ustunlar tayyorlab berdik. 10 ga 10 10 ga 10 emas, 11 ga 10 chiqyapti bular. Ikkitasi bitta bo'lyapti. Laygaga o'xshagan. 320 dan buni donasini shu turishi 280 mingga bitdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum ustagalar, yaxshimisizlar? Mana bizda chanadan horimiz tayyor bo'ldi. Buni akalar, fermer akalarimiz, dehqonchilik akalarimiz ishlatishi mumkin. Buni ham ko'prik, ham o'sha ichidan nasosda suv o'taman 150 talik turbadan 2 ta deganlarga tayyorlab berdik. Ham ko'prik, ham ichida 2 ta turba o'tib ketadi. 9 metr joyga tayyorlab berdik. Chiqib ketyapti mana Bag'dodni Samarqand qishlog'iga chiqib ketyapti bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Chiroylab tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum ustagalar, yaxshimisizlar? Mana pasti 6 ga 6, ichi 6 ga 4 dan bo'lgan ahorimizda boshlab oldik akalar. Mana to'rttasi tayyor bo'ldi. Bu Bag'dodga chiqib ketyapti. Buni narxini akalar 170 mingdan qilib berdik. Mana ichi konteyner profil tagi 6 ga 6, tepasi o'sha qalin 6 ga 4 dan bo'lyapti. Ichi ham 6 ga 4 dan o'ta baquvvat narsa chiqyapti. 6 ga 4, ponni 6 ga 4 dan bo'lsa 145 ming narxda chiqadi. Bu pasti 6 ga 6 bo'lgani uchun o'sha 170-165 mingdan chiqyapti akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana bozdan bo'lgan qo'shorimiz egasiga ketyapti akalar. Bez ustun turadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastda nomer qo'yib qo'yaman, telefon qilaverasizlar akalar. Assalomu alaykum ustagalar, yaxshimisizlar? Mana bizda 11 metrlik qo'shorimiz, bez ustun turadigan konteyner profil 6 ga 6. To'rala tomoni ham butun. 75 santiga to'sin kiradigan qilib ochib tayyorlab berdik. Mana 15 santiga to'sin kiradi. To'sindan to'singacha orasi 75 dan. Buni narxini 370 mingdan chiqarib berdik, 11 metr. Mana shu turishi 370 mingdan tayyorlab berdik. 3 ko'prikka chiqib ketyapti bu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qo'yib qo'yaman. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum ustagalar, yaxshimisizlar? Mana bizda akalar 4 ta 12 metrdan qo'shorimiz bitdi. Egasiga chiqarib olyapmiz akalar. 38 lik bo'yi. Bunaqasi 50, 2 ta 50, 2 ta 35 qo'shilishi. 280 ming so'mdan uni metrini tayyorlab berdik akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qo'yib qo'yaman, bemalol telefon qilaverasizlar akalar.